Lolarisi brendini sizlarga nalichimda bor bo'lgan narsalarni ko'rsatib beraman. O'zi bu brendni o'zim mashhur qildim O'zbekistonda. Sizlarga men boshidan oxirigacha originalni sotishimni eslatib qo'ymoqchiman. Chunki ko'pchilik mendan keyin уже mashhur qilib olganimdan keyin podelkalarni chiqarishdi. Bizda 100% originali, ehtiyot bo'lamiz. Bularni originalligini qayerdan bilasizlar? Ishlatganingizda ko'pirishi umuman to'xtamaydi. Ko'pirib ketaveradi. Вообще zo'r qizlar. Kelinglar, hozir men sizlarga ko'rsatib ham beraman. Xo'p, sarig'i bilan yashili ham 100% original qizlar. Qo'limizga ozgina mana nomiga teqqizaman, ko'rasizlar. Ko'pirishi qanaqa to'xtamay ko'piradi qizlar. Ko'pirishiga ozgina vaqt kerak, ungacha ko'pirgunigacha men sizlarga boshqa narsalarimizni ko'rsatib beraman. Bu yerda aynan mana shu sarig'ini seriumi kelgan nalichimizga va kremi bor nalichimizda. Bundan tashqari pedi bor va ko'z atrofi uchun kremi bor. Вот mana ko'rasizlarmi, sekin уже oqarishni boshlayapti. Bunisi yashirin hidi ham вообще zo'r ekan. Mana bundan limon hidi keladi, chunki limonli-da. Xo'p, qanaqa ishlatasizlar? Birinchi penkasida yuzinglarni yuvasizlar. Tarkibi ahab tarkibli bo'lganligi uchun yuzdagi qora tochkalar, dog'lar, poralar, uguriylar, xullas hamma narsani tozalab, kirlarni chiqarib, makiyaj qoldiqlari hammasini o'chirib berishga ishlaydi. Dog'larni zo'r ochartirib, yuzinglarni oppoq qo'yadi. Ahab kislotali bo'lganligi sababli yuzinglarni peeling qilish xususiyatiga ega va chuqur dog'larga ham zo'r va bundan tashqari intimniy zona, qoragan zonalarga ham ishlatsangiz zo'r. Keyingisi bu yoqda seriumi, bu sviritkasi ampulali bo'ladi. Tarkibida 5% niacinamid, yuzu ekstrakt 67-80% bo'ladi. Vitamin C 12 xil bor va tarkibida buni ham AHA bor. Yuzlarni zo'r oqartiradi, вообще dahshat. Dog'larga zo'r ishlaydi. Xo'p, keyin bu yoqda pedi. Men bu o'sha pedini kecha ishlatib, уже tugatdim qizlar. Oxirgisini qo'ydim. Shuni ko'rsataylik sizlarga. Вот mana. Ichidan o'zini mana bu yerda vilkachasi chiqadi. Вот mana. Ichida 80 ta bo'ladi. Bu pedda yuzingizga qo'yib qo'yasizlar. Shunaqa yuzni oppoq qilib qo'yadi. Dog'larni ustiga qo'ysanglar ham вообще zo'r qizlar. Ichida 80 ta dumaloq narsa bo'ladi. Dog'larni ustiga qo'yib qo'yasizlar. Mana ko'pirishni ko'rasizlarmi? Mana shunaqa ko'pirib ketaveradi. Xo'p, keyin yana nimasi? Keyin bizda kremi. Bu kremni ham tarkibida niacinamid bo'ladi. 5%, 12 xil vitamin, AHA tarkibi va yuzu ekstrakti bo'ladi 74%. Bu mana shunaqa shiringina idishchada bo'ladi. Buni ham ichidan o'zini mana shunaqa qoshiqchasi bilan birga chiqadi. Qoshiqchasiga Lolarisi brendining o'ziniki tushirilgan. Faqat penkasini, adashmasam, faqat penkasini podelkasi chiqqan. U balki seriumni ham chiqqan bo'lishi mumkin. Pediniki lekin chiqmagan, chunki pedi unaqa voy bo'lib ketmadi, lekin zo'r narsa. Uni nabor qilib ishlatsangiz zo'r. Keyingisi bizda ko'z atrofi uchun qorayish, ko'karishlarni ketkazib beradigan, tarkibida buni ham 5% niacinamid, yuzu ekstrakt va 5 xil vitaminlari bor bo'lgan krem, to'rog'i serium ko'z atrofi uchun. Xullas, shulardan bemalol zakaz qilsangiz bo'ladi. Keyin yashili. Hozir mana qo'limga surganim. Bu yashili. Men kam surganim uchun kam bo'lgan. Ichida bunaqa narsachalar bo'ladi. Qora narsachalar bo'ladi. Ko'rasizmi? Yana ko'piraveradi. Men kam surgan bo'lsam ko'pirib ketyapti. Yashilini quruq va ta'sirchan yuzga maslahat beraman. Skrabli bo'ladi. Bu ham yuzlarni zo'r tozalaydi. Voy, hidi ham shunaqa zo'r, mana yashirin hidi вообще zo'r bor-u. Buni o'zini sviritkasi bilan birga olsangiz bo'ladi. Mayda ajinlarga, yuzlarning qizarishlari, xiralashishlari, namsizligiga zo'r yechim bo'ladi. Yuzlarni namlantirib beradi, ajinlarga va ta'sirchan, qizaruvchan yuzlarni tinchlantirib, qizarishlaringizni yo'qotib bera oladigan serium. Bu o'sha yashili, quruq va ta'sirchan yuzlarni quritib yubormaydi va qizartirib yubormaydigan penka. Ko'rasizlarmi? Men ish qilganim sari ko'pirib yotibdi. Mana shunaqa original penka qizlar, buni ko'pirishi umuman to'xtamaydi. Bulardan bemalol zakaz qilsangiz bo'ladi. Hammasi 100% original mahsulot, Koreyadan keladi. Narxlarini Telegram kanalimizdan ko'rishingiz mumkin. Zakazlarni ham Telegramdan qabul qilamiz. Telegramga yozinglar. Yana bitta narsani esimdan chiqibdi qizlar. Aynan mana bu sariq liniyasi, mana shu sariqlari quruq yuziga tushmaydi, faqat yog'li yuziga maslahat beraman bularni. Chunki yuzlarni vitamin C bo'lganligi uchun ozgina quritishi mumkin, quruq yuzli qizlar. O'shaning uchun buni yog'li yuzliga beraman. Yog'li yuzliga ideal tushadi. Yog'li yuzlilar qo'rqmasdan ishlatsanglar bo'ladi.